provokatsiya qiladi, tushuntirib turibman, tushunmaydi. Aka, mashina qidiruvda, shu yerda. Mashina qidiruvda. Gaya qani, gaya. Mas'ulga olib turam. Gaya qani, o'y aka, qo'ying. Men olmay, sendami? So'zimni yurishim, sen tortma. Aka, ola shuni. Aka, so'zimni. Qo'y tuz. Mashina olib kel, bu kimda? Oling. O joyimga kirolmayapman. Rastam oling. Joyingizga olib kirasiz. Mashina turib kerak joyingiz. Oling bo'ldi. O'rdan chiqyapti. Oling. Dur. Yuxonda hozir nima dedim? Bo'ldi, bering. Mashina tashlab qo'ying. Hozir videolarni tayyorlab olaylik. Urganga javob berib oladilar, ammo mana bu tomon noto'g'ri bo'lib qoldi. Shartnoma bor joyini buzyaptilar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz hozir Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Eshonzor nuqtada joylashgan oqib o'tuvchi Umar Zo'rning muhofaza qismiga tadbirkor Mamatqulov Jaloliddin akalar shartnoma asosida konteyner qo'yib foydalanayotgan joyini videolar tayyorlab turibmiz. Bu joyni Qo'shtepa tumani kadastr agentligi tomonidan shartnomasi bo'lsa, Suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi mehnat ekspeditsiyasi bilan shartnomasi bo'lsa-da sudga chiqarib, buzilish bo'yicha qarorlar chiqartirib, majburiy ijro orqali ijrosi ta'minlanayotgan joydamiz. Hozir shunday videolar tayyorlayapmiz. Bu joyni shartnoma asosida foydalanayotgan bo'lsa-da, kadastr tomonidan da'volar kiritilib, buzilishga shaxsan tuman hokimi, tuman prokurori birga qilib turibdi. Buni nima uchun bunday deydigan bo'lsak, mana yonida qo'shni obyekt bor. Qo'shni Vodiy safari trans MChga tegishli. Unda ham Umar Zo'rning muhofaza zonalarining olkarning so'tli qismiga nima qilgan, qurilish qilgan. Ya'ni mukammal qurilish. Yengil tutlagan qurilish emas, mukammal qurilish qilgan. O'sha mukammal qurilishni buzilish bo'yicha biz bir necha bor Farg'ona Qo'shtepa tuman prokuraturasiga, Farg'ona viloyat prokuraturasiga ariza kirityapmiz-da, ammo lekin buzilmayapti. O'sha bo'yicha hozir yana bitta arizamiz Farg'ona prokuraturasida turibdi. Unga esa qonun yo'q. Ikkita konteyner qo'yib 96 kvadrat joydan prezidentimizning siyosatlari, tashabbuslari bilan foydalanayotgan joyni buzilish bo'yicha qarorlar qabul qilinib buzilyapti. Qani qonun ustuvorligi, qani qonun shaffofligi, qani qonunning barobarligi. Ana endi bularning hammasini biz hozir ijtimoiy tarmoqlarga joylaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Ya'ni Suv xo'jaligi vazirligi Sirdaryo suv tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi meliorativ ekspeditsiyani
balandsaga zo'r. Kollektorning ustiga qurilgan, endi qurilmagan, konteyner qo'yib foydalanayotgan joy. Ammo lekin Vodiy Safar MSHga tegishli hujjat bo'yicha 54 kvadrat metr tashkil etadi, ammo lekin 6000 kvadratdan oshiqroq yerga mukammal qurilishlar qilib foydalanayotgan joyni buzdirishga, qarorlar chiqarishga tuman, viloyat, kadastri, tuman prokuraturasi, viloyat prokuraturasi qonuniy baho bermasdan qani bu prokuratura nazorati, qani prokuratura to'g'risida qonunlarning ishlashi. Ana o'sha joy hozir tuman hokimi bilan telefon orqali gaplashdik. Bu prezidentimizning siyosatlari. Prezidentlarimiz aytyapti, zo'rlarning zo'rlariga shartnomalar qilib foydalanishga berib, albatta o'sha ish bilan ta'minlab tadbirkorlarni, ya'ni aholini band qilib, endi davlatga mos endi byudjetimizga shartnoma asosida pullarni to'lab, tushirib, foydasi tegayotgan tadbirkorlarni shaxsan o'zlari qisib, mana shu holatga keltirib qo'yishgan. Mana o'sha holat, o'sha joy.